Tarix juda katta ibrat, juda katta darsxona. Bugun go'yo yoshlarga ilm o'rgatayotganday bo'lib turib, ularni turli diniy oqimlarga yo'naltirayotgan Misrdagi madrasalar yoki Suriyadagi oqimlar bilan bog'liq fojialarni biz Amir Temur davrida ham aynan o'z boshimizda o'tkazganmiz desam ishonasizmi? Muvalloh darveshlar, bu haqda o'qigan paytimda, o'sha manbalar yoki tadqiqotlarni o'qigan paytimda ko'pincha bugun o'zbek jamiyatida o'ta katta hissiyotga berilib, Amir Temur Iroqdagi urushlarda, Suriya Shomdagi urushlarda nimaga madrasalarni yoqqan, nimaga masjidlarga o't qo'ygan, nima uchun dindor va darveshlarga chora ko'rgan degan savollar beriladi. Bu savollardan ko'ra muhimroq bir savol bor. Amir Temurday buyuk sarkarda, Amir Temurday o'tkir siyosatchi o'sha davrda radikal oqimlarga qarshi qanday chora qo'llangan edi degan savol berilishi kerak. Avrab, aldab diniy oqimlarga haligi yo'naltirib olib ketilgan asosan o'zbek va tojik yoshlari katta qismi, o'zbek va tojik yoshlari bo'lgan jangarilarning taqdiri haqida. Ular Suriyada o'zi orzu qilgan jamiyatni qurgan bo'lsa, bugun ular u davlatni teng huquqli quruvchilardan biri. Aynan Mubashshir Ahmad nima uchun ularni o'sha haq huquqi masalasini emas, to'g'ridan to'g'ri O'zbekistonga, ya'ni Suriyani go'yo endi ichki ishlari mavjudu, u ichki ishlarga aralashish kerak emas deganday ularni O'zbekistonga ko'chirib o'tkazish, transfer qilish masalasini olib chiqish haqida edi. Agar kimdir ma'lum bir isyondan keyin u yerdagi isyonchini boshqa bir yerga ko'chirib o'tkazishni maqsad qilayotgan bo'lsa, bu yerda yagona maqsad bor. U ham bo'lsa O'zbekistonni o'sha ko'chirib o'tiladigan hududni poligon maydoniga aylantirish. Mavzu bu haqda edi. Lekin men bunaqangi bir yoqlama tarafkash izohlarni ko'rgan paytimda faqat bir narsani chuqur his qilaman. Bugun O'zbekistonda nafaqat o'sha oddiy xalq orasida, balki olimlar, ziyolilar, san'atkorlar, arboblar orasida ham diniy radikallashuv qay darajada chuqur ildiz otganini ko'rsatadi bu. Men bu bilan bog'liq Isfahondagi bir voqeani ko'p eslayman. Bu tarixiy voqea. Isfahonda birora mutassiblashish shu darajada kuchayib ketadi o'rta asrlarda. Aholi chig'iriqdan chiqadi, axloq chig'iriqdan chiqadi. Bir kimyogar olim juda katta o'sha iztirob bilan tinimsiz izlanadi. Shunaqangi katta Eron madaniyati, hali shunaqangi katta Fors madaniyati shu tarzda, shu darajada yo'qolib ketishi kerak emas. Buni bir sababi bo'lishi kerak deydi va oxir oqibat ma'lum bir sabablarni topadi. Va bozorda o'rta yerga chiqib jar soladi. Ey aholi deydi, bizni quduqlarimizdagi suvlardan ichmang. Ular dorilangan deydi. Bizni bu darajada sog'lom aqlni yo'qotishimiz, axloqni yo'qotishimiz, chig'iriqdan chiqishimizning asosiy sababi bu deydi. Faqat juda qiziq bo'lgan narsa, aholi uni ko'p o'qiyverib aqlini yo'qotib qo'yibdi deb olib quduqqa tashlab ustidan tosh to'kadi. Bugun bizni jamiyatimizda sog'lom fikrga nisbatan munosabat xuddi o'sha Erondagi olimga nisbatan munosabatga o'xshaydi. Jamiyatda ikki xil ilgarilash bor. Birinchi xil ilgarilash quyi qatlamlar yuqori qatlamga ergashadi va o'siladi. Masalan, yagona liderga, Gandhi singari, Ataturk singari yoki jadidlar singari liderlarga, san'atkorlarga, olimlarga taqlid qilinadi, ergashiladi, ular bilan bog'liq bahslar, munozaralar qilinadi, rivojlanadi. Ikkinchi xil ilgarilash bor jamiyatda. Jamiyatning yuqori qatlami avom qatlamga, quyi qatlamga moslashadi. Bular aytayotgan bo'lsa, ko'pchilik aytayotgan bo'lsa, demak to'g'ri fikr shu ekan. Bu fikrda jon bor ekan degan munosabatlarga, fikrlarga ergashadi. Mana oddiygina agar bugun bizni olimlarimiz haqiqatdan o'sha o'zini inonch e'tiqoddan tashqari radikallashuvga nisbatan munosabati to'g'ri bo'lganida edi, ikkita narsani biz albatta amalga oshirgan bo'lar edik. Birinchisi, tarixiy jihatdan har bir aytilayotgan fikr, har bir aytilayotgan gap, har bir aytilayotgan manbani boshqa manbalar bilan qiyoslash. Oddiygina Qur'ondagi ma'lum bir voqealar, ya'ni juda katta voqealar silsilasi to'g'ridan to'g'ri Tavrotga, Tavrotdagilar esa o'z o'rnida Talmudga, Tahanga, ular esa o'z o'rnida Shumerlarni oddiy kundalik o'sha tarixi, sivilizatsiya, ilm fani bilan bog'liq
ya'ni ma'lumotlarga tayanadi. Ya'ni Qur'onda mo'jiza deb aytilgan o'sha temir bilan bog'liq yoki suvni haligi ikki dengizni ummoni bir-biriga qo'shilmasligi bilan bog'liq ma'lumotlar bu to'g'ridan to'g'ri Shumerlarda ilmiy tadqiqot sifatida aytib ketilgan narsalar. Avvalambor buni o'rganadi. Jamiyatda, davlatimizda tezlik bilan demak, bizda o'sha sumerologiya bo'limlari ochish kerak ekan. Qadimgi tarixiy manbalarni chuqur o'rganishni yo'lga qo'yish kerak ekan. Mana oddiygina yana bir misol aytaman. Qur'oni Karimda mana hammamiz bilamiz, eng ko'p o'sha naqllanadigan suralardan biri Ixlos surasi. Qadimda miloddan oldin 1300-yillarda o'sha Firavn Akhimaton o'zini tangrisi Atonni yakka xudo, yagona tangri sifatida haligi yakka xudolilikka haligi targ'ib qilganligi uchun shu ma'noda o'z tangrisi Atonga bag'ishlab she'r yozadi. Demak, ba'zi narsalarni o'ta muqaddaslashtirish, o'ta ilohiylashtirish emas, normal tarixiy jarayonda aql mantiq bilan o'rganib turib, oddiygina ularni hurmat qilishimizni o'zi yetarli bo'lar ekan. Jamiyatni radikallashuvini oldini olishimiz mumkin bo'lar ekan. Mana oddiygina yana bir masalani aytaman. Jamiyatda o'sha Arab bahori urushi bilan bog'liq bizni jamiyatimizda parallel ravishda o'sha mo'ylovsiz soqol qo'yildi. Mo'ylovsiz soqol bir atribut, simbol aslida. Buni ko'p marotaba ogohlantirdik, lekin nima deyildi? Yo'q, bizni hadislarimizda bor, Hanafiylarda bor. Bu qanday kelib chiqdi? Mana dunyoda Amishlar degan bir tariqat bor. Bu xristian, katolik, o'sha xristian jamiyati, katolik cherkovlarga oid tariqati. Bu tariqatda asosan mo'ylov qo'yilmaydi, soqol qo'yiladi. Mo'ylov qo'ymay soqol qo'yilishini mana biz kimdan bilamiz? Eng taniqli insonlar Pushkindan. Pushkinga u qayerdan kelgan? Pushkin fransuz tili va fransuz madaniyatini o'ta qattiq yaxshi ko'rgan va uni ta'sirida aslida olgan. Amishlar 1500-yillarda paydo bo'lgan. 1525-yil o'sha Shveysariyadagi cherkovdagi islohotlar davrida paydo bo'lgan. Undan keyin butun dunyoga o'sha o'zini axloqi bilan bugungi kunga qadar mana e'tibor qiladigan bo'lsak, Amishlarda telefondan foydalanilmaydi, elektr jihozlardan foydalanilmaydi, mashinadan foydalanilmaydi. Ya'ni o'sha qadimiy payg'ambar Iso davrida qanday yashalib bo'lgan bo'lsa, o'shanga o'xshab yashashga harakat qilinadi. Ayollari uzun haligi qora kiyimlar kiyadi. Diniy o'sha ibodat paytida qora boshiga haligi yopinchiqlar yopib oladi, boshqa paytda oq yopinchiq yopadi. Mana bu narsa sizlarga nimani eslatmayaptimi o'zi? Mana erkaklari mo'ylovsiz soqol qo'yadi, chunki mo'ylov qo'yish o'sha 1700-yillarda Fransiyada ham juda keng tarqagan paytda fransuz legionida mo'ylov asosan o'sha askarni bir nima aytsa simboli edi. O'sha askarlarga o'xshamaslik uchun nima qiladi ular? Mo'ylovsiz soqol qo'yadi. Mo'ylovsiz soqol qo'yadi va mo'ylovsiz soqolni legionni ichidagi fransuz askarlar orasidagi urushga qarshi bo'lgan kishilarda ham ommalashib ketadi. Bugun arab bahori bo'lgan davlatlar 2-3 tasidan tashqari o'sha Sudandan yoki nimadan tashqarilari odatda fransuz mustamlakasi davlatlar edi. Bu fransuz mustamlakasi davlatlar o'sha fransuzlarning ichida mashhur bo'lgan, Fransiyada mashhur bo'lgan bir tariqatni simboli targ'ib qilindi. Soqol bilan bog'liq izohlari bor. Go'yoki soqolga qarshi kurashish o'sha sovetlar davridan qolgan ekan. O'rtoqlar, sotsializm va kommunizmning o'sha asosiy g'oya rahbarlaridan biri Marks Engelsning ko'ksiga qadar soqoli bor. Agar o'sha soqol mo'ylov musulmonlik ramzi bo'ladigan bo'lsa, Lenin bilan Stalin soqol mo'ylovli inson edi. Buni sovetlar davri bilan qat'iyan aloqasi yo'q. O'rta Sharqdagi o'sha arab bahoridagi mo'ylovsiz soqol to'g'ridan to'g'ri arab bahori jangarilarini simboli bo'lgani uchun buni Turkiyaga kelgan chegarada aynan soqoli sabab ichkariga olinmagan yuzlab bizning fuqarolarimiz bor. Bulardan so'rash mumkin. Bu jihatlarni inobatga olmasdan turib, xalqni tinimsiz davlatga qarshi gij-gijlayverish aslida niyatni xolis emasligini ko'rsatadi. Xuddi shunday burqa masalasi. Burqa masalasi mana bizdagi paranji masalasini yana juda ko'p martalab targ'ib qilindi. Paranji undoq, ota bobomizning kiyimi bor. O'rtoqlar, paranji bizga qat'iyan madaniyatimizga ham, iymon e'tiqodimizga ham aloqasiz voqea.
paranji Usmonlida feraji deyiladi. Mana Turkiyada yashab turgan o'zbeklarimiz 90% biladi. Feraji paranjini oti. U o'z vaqtida fransuz katolik rohibalaridan kelgan Frenchni o'zgargan shakli. Fransuzchadan o'sha Frenchidan feraji bo'lib Usmonliga kelyapti, Usmonlidan O'rta Osiyoga paranji bo'lib kirib kelyapti. Va aynan haligi nima go'yo Usmonli davrida undoq edi, boshqa davrda bundoq edi deb haligi xalqni yana gijgijilash o'rniga aslida xat savodimiz bor, arabcha xatni bilamiz. Turib borib kutubxonada 2 varaq narsa o'qisak, ziyon zahmat qilmaydi. Mana oddiygina 1832-yil, mana ekranga hozir qo'yaman, o'sha Usmonli podshohi Abdulhamid II burqani, o'sha paranji yuz yopilgan chachvonni taqiqlash bilan bog'liq farmon chiqardi. Bu farmonni chiqarilishiga 2 sabab bor. Birinchisi, haqiqatdan o'sha yahudiylarni ta'ziya marosimida kiyadigan kiyimi bilan o'sha qora burqa chachvon, qora o'sha yuz yopilgan kiyim bir xil bo'lib qolganligi sababi. Ikkinchi sabab, davlat ichida erkaklarni ham paranjida chachvonda yurib, davlatni xavfsizligiga tahlika tug'dirganligi sababli. Bugungi voqeadan hech qanaqa farqi yo'q. Demak, xalqni paranji chachvon deb davlat bilan qarshi qo'yib gijgijlashni hech kimga foydasi yo'q. Buni qilgan insonni xolis niyati borligiga man qat'iyan ishonmayman. Salomat bo'ling.